Bo'ylari biri 17 dan biri 15 gacha bo'lgan 15 gacha. molingizni necha puldan berasiz Bilol aka? Oybekjon, mana shu 9 tasini oldim deysa 16 million 500 dan vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Qancha o'tib berasiz Oybek Uzanman desa? Gapiring. O'tib gapiring aka. Biz boshqa blogerlardan ajratib turishimiz tortish. Biz nomi bilan havodan keladigan kasallik havodan keladi akalar. Xudo xolasa Bilol aka sizdan chiroyli narxlarni qo'yib berish bizdan xarid. Xudo xolasa Oybekjon, qo'ldan kelganicha narxini qulay qilib beramiz. Qayerdan boshlaymiz yine? Mana shu yerda 9 tasini bitta qo'yib beramiz Oybekjon. Vallahi ko'ring. Ko'rib keladi. Gap bo'lishi mumkin. Mana qo'lim bo'lsa mana ko'ring. Orqa korobkani his qilavering. Bu molni maqtash emas, bu molni borlig'ini gapirish bo'ldi. Bor ekan gapiryapmiz. Oyoq bitta oyog'i siniq bo'lsa ham mana mol zo'r ekan demaymiz. Mana molni bitta oyog'i siniq ekan, defekti bor ekan deymiz. Endi eng qiziqadigan joyi, buni ostki sohalariga qarasangiz, bu hali bo'zakman deb turibdi. Tushunyapsizmi? Hammasi hali bo'zak. Bu holva, bu biri 10 chiqadimi bo'y, biri 13 chiqadimi? Bu bo'y hali holva akalar. Xudo xolasa o'z nomi bilan buni gibridligi bor. Og'iz burniga keladigan bo'lsak, absolyutni akalar normalni holatda turibdi. Xudo xolasa Bilol aka, men molni chiroylab ko'rsatib beraman. Siz varoqlab bo'y basti narxini atid o'qib bersangiz bo'ldi. Xudo xolasa Oybekjon, narxini ham yengil qilib beramiz. Valloh uzunligini ham bir qator ko'ring. Molni uzunligini mana shunday obunachilar ko'rib turibsiz-a, mana ko'ring. Aka, metrda solaverasiz. Oybekjon, mana shu 1.17 chiqyapti mana shu. 1.17 birinchisi. Oyoq qo'lda bo'g'imlarni polvonligi alohida aytib, endi o'z nomi bilan gibrid narsada, yaxshi narsa ko'rib kelasiz. Qo'ying, qisqartib aytganda mana ko'ring. Oybekjon, bitta bir orqasi past, bir kalta mol bo'lsa qaytarib berishaveradi. Qopalg'a aytganda eshak ko't mol yo'q ekan. Eshak ko't, dumaloq mol bo'lsa uylarga borganda endi qaytarib berishaveradi. Joningiz sog' Alloh o'ta udora kelgan. Hop, ikkinchisi. Hop, bu ikkinchisi. 1.17 deysiz mana uni. 1.17 Oybekjon. Bo'yi kichkina mollar emas akalar. Endi telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, mayda juda mol emas. Iloji bo'lsa kelib ko'rib olasiz. Mana mol. Ha, uchinchisi, karabkani qarang. Karabkasini ko'ring, mana o'zini, enliligini ko'ring. Mana qarichasangiz, qarichim 20 sm bo'lsa, даже undan ham enli chiqyapti. Karabkasi holatlari yaxshi akalar. Imundoy mana shu molni yelkasi ham o'ta polvon ekan. Mana ko'ring. Yelkani ko'ryapsizmi? Xudo xolasa borlig'ida maqsad ko'rsatib berishman. Tuyoq holatlari ko'ring. Aka, bu uchinchisi bo'ladi. Bu uchinchisi. Hop, to'rtinchisi. To'rtinchisi. Mana akalar mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Oyoqni bo'g'imlarni ko'ryapsizmi, polvonligini? Oyoqda. Ko'ring, badanda gard yo'q akalar. Bitta nuqsoni bo'lsa qaytarib berishaveradi, aytyapman. To'rtinchisi. Mollarni stoykasi. To'rtinchisi. Hop, endi to'xta. Shuni yondan bitta ko'rsataylik. Mana 5-inchisi. Uzunligini ham qarang. Uzunlik holatlarini obunachilar ko'rib olinglar mana, ko'ring. Oq boshimiz. Qo'pol qilib aytganda uzunasiga ham metr tortib berishaveradi. Mana ko'ring. Karabkani qarang. Buni molni ko'ring. Mana qarang. Bunimda molni enliligini his qilinglar, mana ko'ring. Yelka ham normalni holatda akalar, ko'ring. Gap bo'lishi mumkin emas. Tuyoq holatlariga alohida e'tibor berasizlar. Hali har doimgidek o'sha gap. Ostki sohalardan bilinib turibdi, yosh bo'zak bo'lar akalar. Bo'zak bo'lar. Hop. Bu 5-inchisi. 5-inchisi. Mana bu 6-inchisi mana. Haqiqatan hammasi mana shular pachka mollar ekan. 6, 7, 8 tasi. Bitta haligini mol Oybekjon o'zi. Bir kishini mol ekan. O'rtasidan ham bitta o'lchab qo'y. 15 ekan. Bo'ylari 15. Hop, bu nechinchisi bo'ldi? 3. 6-inchisi. 6-inchisi bo'ldi bu. Mana bu 7-inchisi. Mana shu. Mana suyagini ko'ring. Ustidagi suyagini uni. Mana. Suyagini ko'ring. Gap bo'lishi mumkin emas, ko'ring. Shoqi o'sib ketgan. Mana bu 7-inchisi, mana uzunligini ham e'tibor berib qo'ying, mana ko'ring. 8-inchisi. 8-inchisi Oybekjon. Aka, haliga negativchilar bor, belini bosmasi, belini bosmasa ham mana borlig'i ko'rinaveradi. Mana stoykani ko'ring. Gap bo'lishi mumkin. O'ta udorlar Oybekjon. Bir oyog'ingga ichkaligisi ham yo'q. Mana bu 9-inchisi. 9-inchisi. Ikkita palasasi bor oxirida olam. Bu 15 ekan Oybekjon.
Oq tumshuq variantidan ekan. Bo'yi 1.15 dan 1.17 gacha. Bir 15 ta olsa emasini. Bo'ldi, 1.15 dan 1.15 dan. Aka, shu 9 ta molingizni bo'ylari 1.17 dan 1.15 gacha bo'lgan 15 gacha. molingizni necha puldan berasiz Bilol aka? Oybekjon, mana shu 9 tasini oldim deysa 16 million 500 dan vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Qancha o'tib berasiz Oybek Uzanman desa? Gapiring. O'tib gapiring aka. Biz boshqa blogerlardan ajratib turishimiz tortishimiz aka. Oybekjon qarang. Oybekizdan chiqdim, like bosdim deysan 200 mingdan gam berishsin. 16 dan bitar kanta ishni boshni xotirmang, 9 tasi bir joyga. 16 dan sal qiynalib qolamiz. Qiynalishingizga aytdim. Otangiz tirik deyman har doim. Aka, boshni xotirmang. Ham og'amiz olsin. Bo'ldi, barakasini. Tirikchilikda. Boshni xotirmang. Bo'ldi, 9 tasi bir joyga gap gapirilyapti. Bo'ldi, o'ylanavermang. Baraka topsin. Akalar, xudo xolasa 9 tasi haqiqatdan chiroyli shunaqa simpatka buqalaringiz sotdingiz, qassobga chiqazdingiz, nima qilgan bo'lsangiz qildingiz. Endi o'rniga baylamoqchisiz. Mana sizga Viber. Tepasiga xohlang kelib ko'ring. Xudo xolasa uyaltirmaydi akalar. Lekin haqiqatdan bir kishi bor. Eng oxirgi molni ham tuyoqlariga e'tibor bering. Dalani vajid. Oyoqlari tuyoq o'sib ketgan bo'lsa ham qaytarib berish. Tuyoqlari stakan tuyoq. Nimaga stakan tuyoq? Nima o'qib berardi degan aka-ukalar uchun akalar, tuyog'i o'sib ketgan bo'lsa molni oyog'i og'rib qolish ehtimoli ham yuqori bo'ladi jigarlarim. Mana shuni inobatga olib qo'yasiz. Ketdi mana kavash qaytarib. Oybekjon, buni hali pelismisini aytib qo'yay endi, yakkalab so'rash. Hop, yakkalab gapiring. 400 ming pelis, 400 ming minusi bor. Ha, minus ham chiqarib bersangiz biz rozimiz. Pelis ham chiqarib beramiz. Barakasini bersin. Ana bu adolatli ish bo'ladi. Hali faqat pelis bor, minusi yo'q desa, unda cha nohaqlik bo'lib qoladi aka. Ketdi mana akalar. Mana bu yerda ikkitasini qo'yib beramiz. Bu molni bitta xislati bor ekan. Bu mol o'zi yaxshi mol ekan, lekin beso'noqayroq turar ekan. Ha. Turishni bilmaydi. Turishni bilmas ekan. Yo'q, o'zi bilinib turibdi. Lekin mana orqa korobkalari mana buni ko'ring. Orqa korobkalar yomon emas ekan, lekin beso'noqay mol ekan. Hali palon odam o'zini eplanmay qoladi ba'zi bir holatlarda. Shunaqa bir o'zini eplanmaganga o'xshab turar ekan. Endi qarang. 9 tadan keyingi 10-11, 9 ta alohida savdo bo'ldi. 10-11 mollar. Sanoq tartibda aytib ketyapsiz, sababi adashib qolyapsiz, musofirdan ko'rasiz, internet ishlamay ko'rasiz, qiynalib aloqaga chiqasiz. Shuning uchun siz qiynalmasligingiz uchun shuni aytib qo'yyapmiz. Biri 9 ga, biri 12. Biri 12 ga, biri 9 akalar. Gapiravering aka, to'xtab qolmang. Narxini gapiring ikkalasini. Ikkalasini bir yerga olishsa, oldiga qochdi gap yo'q-ki. 14 million 500 dan yetib bora. 29 million. 14 million 500 dan uylarga nuqta orqani bilan shunday yetib bora Oybekjon. 20 million qancha o'tib berasiz? 29 millionga. Telefon qilassan. 20 million kapalalarsiz chiqdi. Yurat shu ulatlarni telefon qilassan, kelishtirib beraman. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Baragasini bersin. Akalar, xudo xolasa mana men molni ko'rsatishda mana akalar, mana bu borliq mana ko'rsatib qo'yyapman. O'zingiz xulosani, o'zingiz bahoni berib olaverasiz. Mana mollarni ko'ring. Ha? Gap bo'lishi mumkin emas. Har bir narsa holatidan olingan narxidan kelib chiqib bo'ladi. Savdogar akalar ko'ring, mana shu yerda hozir 15 ta mol qo'yayotgan bo'lsa, 200 ming so'mdan foyda qilsa 3 million so'm foyda qiladi 15 ta mol. Tushuning. U haligi maqsad mol olish bo'lsa bo'ldi. Hali ikir-chikir, mayda gapchilik, hali ko'vlarlik, bunaqa insof, u narsa hammani o'ziga bersin. Ha. Hali insofing bormi? Bular ham oila bola chaqa boqadi. U insofing bormi? U bular bo'lmasa, qayda yo'q gaplarni gapirish kerak yo'q. Olish kerak. Qarab bo'ladi. Toybekcha gapingizni bildim mana shu 1.10 bo'yi. Bo'yi 1.10. 12 millionga ketdi. Ana bo'lmasa, gap isboti bilan. 12 millionga ketdi mana. Akalar, haligi o'yinlariga bilan teng. Molga qarab bo'ladi. Mendan xafa bo'lishingiz mumkin. Endi bu ham mol, bu ham yeb ichadi. Bu ham tanjoni suv, bu ham go'sht beradi. Kishiga bir hafta 10 kun ham garantiya beraman. Endi bitta narsa bor-da, hamma tirikchilar deb yuradi-yu. U bekarjang, bepagar unaqamisan buni. U aka, ko'ring. Uydagi molingizga solishtiring, narx-navoni biling, havas qiling, laykni bosing. Do'st birodar jo'nating. Mol olish kerakmi? Savdoni qiling, oling. U bekorchi gap. Hammamiz O'zbekistonda yashayapmiz. Kimdir zo'r bo'lib kelsa, mana shu O'zbekiston rivojlanishiga sababchi bo'ladi, xolos. U bir-birini tutkulab, u unaqa narsa to'g'ri kelmaydi. Ko'ring, ma'qul kelsa oling, ma'qul kelmasa laykni bosing, og'rinmasangiz. Yo'qsa o'tkazaverasiz akalar. Ko'ring. Estonidan olasidan, mana shu qorni. Mana kiyganimdan biri o'qitdan qaytmaydi, faqat ovqat yergan mana shu mol bor. Ikkitasini qo'yib beramiz Oybekjon. Eston bilanmi aka? Mana molni ko'ring, uzunlik holatlarni, oldi baqbaqalarga e'tibor beramiz. Mana buni karabkasini ham. Men mana shu molni bitta narsasiga ishqiboz bo'ldim. Endi Bilol aka ochiq aytishim kerak. Ona molni oyog'idan, mono molni bor, mana shu oyog'i mana shu polvon ekan.
Eshit polvon ekan mana. Obunachilar bu tarafiga o'tkazib ham ko'rsataman. O, ko'ring. Endi oyog'ini yashirib olgan. To'g'rilaversin oyog'ini. O, ko'rdingizmi? Mana bu bo'g'imda degani polvon ekan mana shu molda oyog'i akalar. Kelajagi bor E'tibor mollar. berib ko'ramiz. Mana ko'ring. Oybekjon, bu ikkalasini 12 million 500 dan qilib beramiz. 12 million 500. 12 million 500 dan. Bu mol 12 million bo'yi bir o'ldi. Ha. Ikkitasi 12 million 500 dan. Uchtasi 36 million. To'g'rimi aka? Uchtasi 36 million. Yo'q, unda hisobi chiqmaydi. Uchtasi 36 million. Yo'q, bir yo'q, joyga. hisobi chiqmaydi Oybekjon. Uchtasi 36 million aka. Yo, dengal hisobi chiqmaydi, qiynalib qolamiz. Yo'q. Ha. Telefon qilsan, kelishtirib beraman. Ama ikkitasiga nech pul o'tib berasiz, xo'p. 25 millionni o'taringiz bordir ya. Endi o kattalarda tortishib qo'ydim, g'alati qilamiz. Endi buni ikkitada so'ramadim, so'kib urmam deb O'zi bermasdilar. Narxi zo'r olyapti, mol sifatini ham qarang. Narxi Telefon qilsan, behayr ishlamaydi. Kelishtirib beraman Oybekjon. haqqi baqqi baminga o'tib bermayapsiz, o'tkazyapsiz aka. 100 ming, 200 ming o'tib beraman. O'zlariga ham o'tib. Baragasini bersin. Hay, 100 mingni aldarlar meni. Mayli Ya endi molga o'zlariga qarabda qarang. chiroylab o'tkazib beradilar. Yo'q, aka, men tortishimdan sabab maqsadga bir qadam yuraylik, siz molni soting deb tortishaman. Hali men sizni ezg'ilash, tepkilash maqsadida emas. Hali obunachilar ko'rsin, bir maqsadga bir qadam yaqin yuraylik, akalar, bemalol savdosi bor bu. Shu aytilgan narxda ham 24 million 800 ga savdosi bor. Ekran ostidagi nomer 24 ga 7, Telegram, WhatsApp hamma nomer bor. Zakaz ham olishaveradi. Aloqaga chiqaverasiz behijolat akalar, ko'ring. Keyingimiz jigarlarim, hop. O'ylari bir piylis. Bo'ylari bir plyus. Ozg'inchiroq variantida, lekin yeb ichsin degan ukalarga mana. Yeb ichishi mana zo'r. Yeb ichishi kam bo'yin, no Hozir. lekin sutdan qaytib ozigan variantidan akalar, ko'ring. Yeb ichishlar вообще zo'r. Oyoq qo'llari yomon emas, butun turibdi akalar, ko'ring. Qora holatlari zo'r. Endi shunda bunday bir mard bo'lib bir gapiringchi bir. Arzonchi Bilal degan nom bor. Bunday bir yarasha gap gapiringchi. O'zi emas arzon bo'lyapti-yu. Yana endi qancha arzon bo'lsa shuncha yaxshi. Bo'ldi. 5 million qo'ysangiz men 4 millionga bering deyman. Shunaqa. Qarang, 11 ham yo'q, 10 million 800 berishni yetkazib beraman. 10,5 ga sotarkansiz molda. O yarimasi. Telefon qilsa ish bitadi. 10,5 ga sotishingiz Telefon yuzlaringiz qilsa aytib turibdi. ish bitadi. Baragasini bersin. Akalar, xudo xolasa aytilayotgan narx yana qaytarib aytamiz, savdo uchun qo'yilayapti. Narxni ko'rib, fikr xulosa yozishga shoshilmang. Telefon qiling ekran ostidagi nomerga. Ha, Biloliddin, mana 9 ta molinga 16 milliondan emas, 15,5 dan beraman aka, bo'ladimi? Yo'q deb savdolashing, bermasa keyin qimmat ekan deb yozsangiz, dinga ham dunyoga ham to'g'ri kelaversa kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oybekizda hali bunaqalardan serob chiqadi akalar. Like bosib, do'st birodarlarga jo'natib qo'ying.